Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mabdal qiroat kitobini birinchi bosqich kitobidan birinchi darsimizni boshlaymiz. Xo'p, darsimizga kirishdan oldin eslatib o'tamiz. O'zi ko'proq darslarda eslatishlikka harakat qilamiz bu narsalarni. Birinchi navbatda mana biz hozir arab tilini o'rganishlikka kirishyapmiz. Arab tilini o'rganishda, ya'ni bu noldan o'rganish deb aytiladi-da. Ya'ni noldan degani, ya'ni arab tilini tarjimasini o'rganishga kirishamiz biz hozir. Ya'ni harf tanish emas. Masalan, arab tilida qanaqa qilib harf taniladi? Masalan, bu uchun mana o'zimizda mashhur bo'lgan Muallimus Soniy deb mashhur bo'lgan kitobni o'qish kerak. Endi bunda biz nimani taniymiz? Mana bu kitobni o'qiydigan bo'lsak, biz arab alifbosini tanib bir qator tanishib chiqamiz. Lekin hozir arab alifbosini tanib bo'lgandan keyingi bosqichda bu. Ya'ni noldan arab tilidagi ma'nolarni o'rganishni boshlaymiz. Ya'ni sifrdan, noldan. Endi boshidan mana lug'atlar, ya'ni silavarlar yodlanish kerak bo'ladi va hamda jumlalarni tarjima qilib o'rganish kerak bo'ladi. Bu birinchidan. Ikkinchi navbatda arab tilini o'rganayotgan odamlarni diqqatiga e'tibor berib, ya'ni e'tibor beringlar. Sizlarga aytadigan gapimiz shuki, arab tilini o'rganar ekansiz, men hali tarjimon bo'laman, hali men unday bo'laman, bunday bo'laman, tarjimon bo'lib ketaman deyish maqsadda o'rganmang. Balki sizni mana bu arab tilini o'rganishdan maqsadingiz Qur'oni Karimni tarjimasini bilishlik, mana shu narsalarga harakat qilishlik bo'lsin. Mana shu narsalarga biz tanbeh berib aytmoqchimiz. Xo'p, birinchi navbatda mana Mabdal qiroat kitobini birinchi darsini bo'lmasa dars qilib boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ad-darsul avval. Ad-darsul avval. Birinchi dars. Kitabun kitob. Kitabun kitob. Mihbaratun siyohdon. Mihbaratun siyohdon. Lavhun lavh, ya'ni lavhun do'ska degan ma'noda. Lavhun do'ska degan ma'noda. Mana qo'limizda turgan Mabdal qiroat kitobi u eski kitoblardan. Ya'ni shu eski kitoblarda hozirgi kunda sal yangicharoq bir uslublarda qilinyapti. Ba'zida bir jumlalarida sal o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Ya'ni shunaqa holat bo'lsa ham e'tibor bermasdan o'qib ketaverasizlar ya'ni. Xo'p, yana lug'atning davomi qalamun qalam, qalamun qalam, kurrosun daftar, kurrosun daftar, nashafatun bosma, nashafatun bosma, mistorun chizg'ich, mistorun chizg'ich, rishatun pero, rishatun pero. Ya'ni pero degani buni bilamiz. Bu lug'atda shunaqa narsaki, hali ilgari davrda patlarni siyohga botkizib yozilardi-yu. Hozirgi kunda endi buni ruchka deb aytiladi-da. Varoqun varaq, varoqun varaq qog'oz degan ma'noda. Hada bu, hada bu. Qarang, mana shu qo'shimchalar mana boshlandi. Masalan, aytiladiki, mana yuqorida biz jumlalarni tuzamiz endi. Hada qalamun deb aytilsa, bu qalamdir degan ma'noda bo'lib qoladi. Inshaalloh buni o'zini mana pastida jumlalari, ya'ni abzaslarni bergan, shu narsalarni o'qish orqali o'rganamiz, ya'ni bu narsalarni. Demak, hada bu. Ayna qayerda? Ayna qayerda? Ma nima? Ma nima? Masalan, ma ismuka deb aytilsa, isming nima degan ma'noda bo'ladi. Ma demak bu qo'shimcha bu. Xuz ol, xuz ol. Hati keltir, ber degan ma'noda. Hati degani masalan boshqa lug'atdan bor, ber degan ma'noda. Masalan a'ti deb aytiladi, inshaalloh u hali o'zini joyida keladi, lekin bu yerda hati degani keltir degani. Masalan uzoqdan olib kelishda aytiladi bu. Hati kalimasi. Endi lug'atlarni mana bir qator donalab aytib o'tdik. Endi jumlalarni o'qiymiz. Hada kitabun. Bu kitobdir. Hada kitabun. Bu kitobdir. Hada mistorun. Bu chizg'ichdir. Hada mistorun. Bu chizg'ichdir. Ayna lavhu. Lavh, ya'ni do'ska qayerda? Ayna lavhu. Do'ska qayerda? Aynal mihbaratu. Siyohdon qayerda? Aynal mihbaratu. Siyohdon qayerda? Xudil qalama. Xudil qalama.
qalamni ol. Qalamni ol. Shunday ma'no beriladi. Qalamni ol deb turib ma'no aytamiz. Ma'nolarga ham e'tibor berasizlar va hamda mana shu o'qiyotgan jumlalarni ko'p marotaba o'qishga harakat qilinglar. Masalan 10 ta, 15 ta, 20 ta qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Va hamda yuqoridagi aytib o'tilgan lug'atlarni yodlanadi buni. 100 ta, 200 ta qaytarib shunaqa qilib yodlanish kerak, ya'ni silavarlarni. Lekin mana bu abzaslarni o'qiganda inson ko'proq o'qish kerak bo'ladi, iloji boricha. Chunki bu siz o'rgangan silavarlaringizni, lug'atlaringizni tatbiq qilasiz. Shu narsani esingizdan chiqarmang. Hatil kurrosa. Daftarni keltir. Hatil kurrosa. Daftarni keltir. Hada varaqun. Bu varaqdir. Hada varaqun. Bu varaqdir. Xudil kitaba. Kitobni ol. Xudil kitaba. Kitobni ol. Ma hada. Bu nima? Qarang, mana bu joyda qo'shimcha o'tyapmiz. Ma hada. Bu nima? Endi buni ma'noda teskari qilib berib qo'ymang. Masalan, nima bu deb turib aytishadi ba'zilar. Yo'q, unaqa qilib aytmang. Ma hada. Bu nima? O'zbekcha qilib aytiladi. Kurrosun. Daftar. Bu nima? Ya'ni javobi daftar. Ma hada. Mistorun. Bu nima? Chizg'ich. Ma hada. Bu nima? Mistorun. Chizg'ich. Hatir rishata. Peroni keltir. Hatir rishata. Peroni keltir. Xuzir rishata. Peroni ol. Xuzir rishata. Peroni ol. Aynal kurrosu. Daftar qayerda? Aynal kurrosu. Daftar qayerda? Aynal varaqu. Varaq qayerda? Aynal varaqu. Varaq qayerda? Aynan nashafatu. Bosma qayerda? Aynan nashafatu. Bosma qayerda? Vallohu alam. Mana shu bilan birinchi dars tugadi.